Assalomu alaykum. Bino va inshootlar davlat kadastrini yuritishda yil sarf hisobi bo'yicha 2025-yil dekabr holatiga jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli jami ko'chmas mulk obyektlari soni 8,773 mingtani tashkil etadi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 225 mingtaga oshgan. Shundan 811 mingta noturar obyektlar, 1,668 mingdan ortiq ko'p qavat uylarda joylashgan xonadonlar hamda 6,292 mingta yakka tartibdagi turar joy obyektlarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ko'chmas mulk obyektlariga kadastr pasportini shakllantirish yuzasidan joriy yil davomida jami 1,200 mingdan ortiq ariza kelib tushdi. Shundan 700 mingdan ortiq, ya'ni 60% arizalar ijobiy hal etilgan va mazkur murojaatlarni belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishida Bino va inshootlar davlat kadastrini yuritish boshqarmasi tomonidan doimiy nazorat o'rnatilgan. Shu bilan birga, ko'chmas mulkni bo'lish va birlashtirish, uning yangi chegaralarini belgilash xizmati bo'yicha joriy yil boshidan bugungi kunga qadar 4364 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 2193 tasi ijobiy yakunlangan. Oldimizdagi rejalarimizga muvofiq O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuni ijrosi yuzasidan tasdiqlangan reja grafik asosida ko'chmas mulk obyektlarini xatlovdan o'tkazish, shuningdek barpo etiladigan yangi massiv hududidagi yer uchastkalarini birlashtirilgan yer uchastkalarini bo'lish va ularning yangi chegaralarini belgilash xizmatlarini joriy qilish, shu bilan birga soha uchun zarur bo'lgan yangi xizmat turlarini tizimga joriy etish rejalashtirilgan. Yangi yil bayrami bilan soha vakillarimizni tabriklayman. Yangi yilda yangi maqsadlar va omadlar tilab qolaman.